Mana bugungi ishimiz oldindan qattiq urilgan Damas. Endi buni qattiq ham deb bo'lmaydi. O'rtacha urilish. Eshiklariga gaz yetmagan, lekin qisilib qolgan. O'sha eshik stoykasi 1,5 santimetr ichkariga ketib qolgan. Mana bu tarafdan ko'rinishlari. Mana mashinamizda detallarini ochib, tortib oldik va ichki qismlari qayrilgan. Mana torpedalarini olib endi mordasini zakilovkadan bo'shatib, mana bu yangi morda olib kelganmiz, mana shuni o'rnatamiz. Uni o'zini qilsa ham bo'ladi-yu, eskisini. Endi shpakilovka yemasin, yangi mashina deganga yaxshi chiqishi uchun almashtiramiz bir martaga. Mana o'zini eski mordasini zakilovkadan bo'shatib oldik. Endi pastki qismi germetikaga turadi, zakilovkaga turadi. Mana shu yerni bo'shatib, o'zi olish jarayoni. Mana bu mashinamizda mordasi mana shunday yechiladi. Отдельно sotiladi shunaqa morda. Navoziy o'sha mordani keltirib o'zimizga kerakli qismini kesib olib o'rnatamiz. Mana stoyka qismlari bor, bu bizga kerak emas. Mashina o'ziniki yaxshi turibdi. Zakilovka bo'shagan joylarini tashqit qilib, moslab mana o'rnatib oldik. Mana shu yerdan qo'yib yuborsak yaxshi bo'ladi. Mana bu holatda zakilovka bo'ladi. Mana ichki qismlari mana o'rnatib, svarka qilib, tachitlarni qilib, gruntovkalarini surtib oldik. Endi shpakilovka ishi boshlanadi. Shu shpakilovka qilinadi yengil. Ana shu tachit qilingan joylarni izini yo'qotish uchun mana shu yerlarni juda oz miqdorda tekislash maqsadida. Mana o'rnatilishlari yaxshi tushdi joyiga, birga bir. Mana bu joylariga germetikalar bo'ladi. Ana shu germetikalarni shpakilovkadan keyin oxiriga qilib olamiz. Mana kraskalarni sepib oldik. Mashinamiz kraskalari yaxshi chiqdi. Biron joyga patok bermadi, chang tushmadi. Yaxshi chiqdi. Mana endi mana shu ulangan kraska ulangan joyiga переход sepib olamiz. Ikkita kraskani qo'yish maqsadida. Bu kraskani shu tugash joyi mayin qilib sepilgan va ustida mana shu переход degan o'zini suyuqligini sepib olsak, keyin najda polirovka qilib yorilsa, may ketadi, yaxshi chiqadi. Mana faralarini, eshiklarini qaytib qurib oldik joyiga. Zazorlarni reglovka qilib qo'yib, mana kraska shagrenlari birga birga yaqin bordi ancha. Mana eski eshigimiz bitta polirovka qilinsa, bir xil родной bilan bir xil guli bir xilga chiqdi. Mana bu taraf zazorlari, ichki qism torpedalar o'rnatdik. Endi salonni yig'ib egalariga topshiramiz. Mana yig'ib oldik, faralarni qurdik. Bitta farasi yangi bo'ldi buni. Original, обрисовкалari original, bamper original. Hammasi yaxshi chiqdi. Ana endi mashinamizni bitta polirovka qilib egalariga topshiramiz. Mana salon qismiga kelsak, salon qismini sidenyalarni o'rnatib, torpedalarni o'rnatib, torpedani tagini shumkala qilib ideal holatga keldi. Mana zazorlariga, hamma narsasiga baho berasizlar. Hammasi yaxshi zavoddan chiqdi.